Короче, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Nazirov YouTube kanalini ko'ryapsizlar. O'rtoqlar, Me'mor Uzur. Ya'ni 2 hafta oldin sportni boshladim. Polni yo'ldan ko'rsatib boraman deb niyat qilgandim, lekin o'xshamay qoldi. Lekin hozir bir eplab turib video olyapman. Bundan keyin harakat qilaman. Har kun kelganimda, har kun emas, har trenovka qilganimdagi video roliklarimni qo'yib boraman. YouTube'da boshqa kontentim yo'qligi uchun faqat sportdan hozircha olib boraman. To'g'risini aytsam, 2 hafta oldin qornim rosamanda chiqib ketgandi. Hozir 2 hafta ichida o'zim joyiga qaytarib qo'ydim. Formamni ham joyiga qaytaryapman. Oxirgi marta o'g'il bolacha aytganda 2 yil oldin trenovka qilganman. 2 haftaning ichida уже formam o'ziga qaytib qolgan. Tak. Ko'p savol bo'lishi mumkin. Har kun trenovka qilyapsizmi yoki через день deb turib, 2 kun. Bir kun misol uchun beldan tevadagi qismlar bo'lsa, ikkinchi kun beldan pastdagi qism, ya'ni oyoq qismi bo'ladi. U ozginagina vaqt, 1 soatlik vaqt yetadi. O'shanga yelkani pressda qo'shib o'tib ketaman xolos. Если что, подписаться bosib qo'yinglar. Bundan keyingi videoroliklar qiziq bo'lishi mumkin. Уже qorindagi yog'lar yo'qolib, press chiqishda boshlagan. Короче, o'rtoqlar, hozir biz уже trenovkani tugatdik. Oxirgi podxod kelganda video olishga vaqt bo'ldi, shuning uchun olyapman. Hozir kichik ishlaymiz. Mana shu joyga ko'rsatib o'taman sizlarga. 20 kilolik vес. Короче, o'rtoqlar, biz уже 2 haftadan beri sportni boshladik. 2 hafta bo'ldi. Hozirgina 40 ta qildim. Agar sizlar boshidan boshlayotgan bo'lsalaring, 20 ta o'nta yetadi. 10 kilo besam yetadi yoki 5 kilolikdan bitta qo'llaringda aloqa qilib qo'yganlaring yaxshi. U kishiga beradi. Agarda video qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga o'zlaring fikrlaringizni yozib qo'ysalaring, bundan keyingi video roliklarda imminno sizlarning kommentariyalaringga qarab video qilamiz. Görüşünce.